Allah bu ayette şu vakit kafir kuşlarını tesvirlep bu ayetin nazil kılgan demekçi olan bir işaretini İbn Abbas'a verildi. Hazreti Ali'nin tefsirine göre bu ayet bunda tefsir kılındı. Vel adiyati zabahan, xiyqırgan halda, aççığının yamanlığından kani tutulup qağıdaki xiyqırgan halda düşmanlık kılıdığan küç bilen qasam. Adiyat kelimesi üstüde taaddi kıldı deyimiz, taaddi. Adu, düşman ma'nosida. Udvan, düşmanlık ma'nosida. Şunun kökü bilen bir kökten keladi. Yıldızdan deysizlar. Şu yıldızdan. Türkçe. Kelimenin yıldızı bir. Adu, udvan, adiyat kelimeleri bir yıldızdan keladi. Uygurca'da köke ama Türkistere. Uygur. Tam kayat Türk. Şunun için adiyat diyen düşmanlık kılıdığan kuch. Adu, düşman kuşlar bilen qasam. Ve Allah adiyatını köptük siğisti keltiriyor. Düşman kuch o kadar cık buludu ki insaniyetke düşmanlık kılıdığan kuch Kural yarak bilen düşmanlık kılıdığanlığa. Ma'arif noktasından düşmanlık kılıdığanlığa. Til, medeniyet noktasından düşmanlık kılıdığanlığa. Bilimsiz koyar. Düşmanlık kılıdığan düşman kuch bek cık boğanlıktan Allah böyle köptük siğisinden keltirdi. Hem muannas siğisinden ayalça modadakilik bu ayet adiyat kelimesi. Erkekçisi var. Adun, humul adun. Onlar düşmanlık kılıdığan başka ayette adun var. O erkeklik değildiğin siğa. Ama miyada adiyat ayalçı geldi. Çünkü düşman bek namert geldi. Şunda intizamsız, şunda kanun tanımaz geldi ki düşman özünün menfaati kelgen vaqtida o intizamga rioya qilib qilmayaptamdı, qonunga tushib tushmayaptamdı, inson haqlariga to'g'ri kelamdi kelmayaptamdı, uning bilan kari yo'q hujum qiladi düşman. Shunda namert, shunda yüzsüz. Hem bu yüzsüzligini shunda sınıp ketganki, shu yüzsüzligini ifodalash jihatda xiyqirab, achchig'ining yomonligidan kanaylar bo'g'ilib, ovoz maydalarda o'tildab ketadi. Dabh degan maydadan chiqilgan ovoz ku. Düşmanlık kılgan vakitte. Bu qanday bo'ldi dese, bir misal Peygamber Aleyhisselam bu zamanlarda insanlarga birden ailegi berip aşında bir aileden aşında teşvik kıldı. Hatta bir şahsdan aşında teşvik kıldı. Teşvik kılgan çağda bununla bir şiddet duramagan. Anadaki Peygamber Aleyhisselam peygamber buluşundan ilgili bek işencilik, bek sadık deb danqısı var. Quraysh halkının içinde. Ama Peygamber Aleyhisselam ben peygamber oldum degenden keyin hammalar yalğançı, onun gipiga ishengil olmaydı deb qalaymiqan töhmetini to'qib başlaydı emasmi? Shundan Peygamber Aleyhisselam xalqning orasida şu töhmet qo'lini töhmetidan yandirish uchun va insonlarga jamoat shaklida tabliğ qilish uchun Quraysh xalqini to'playdi. To'plab bijaga to'plab, ey jamoat, men hozir desam, men burun şu Muhammed şu, men hozir sizga desam, muş hazır biz toplangan muş tağının arkasında bir düşman var. Bu düşman hazır bizge hücum kılıp kelyapti desem, işinemizler. Biz işinimiz. Sen hazır kadar yalgan gap qilib bakmadın. Sana işinimiz değil. Hem cemaat işinimiz değil. Abu Cehil, Abu Lahab şu an küzünü paqırtıp turguluq nima deydigan bu de. Ana dikin onda bolsa, men yaqinda keladigan qattiq bir azapning oldida sizga ivatilgan bir elchi. Agalın doğruçu. Men sizlarni qattiq echinishlik bir azapdan agalandırman. Şu azap tushib ketishingni xohlamayman. Sizlar mening millatim, mening qarindoshlarim. Oldimizda og'ir bir kun bor, azap bor, qiyomat bor, jahannam bor, oxirat bor degandan keyin Abu Lahab qo'pab shu turolmay, jugurib qo'pab jamoatning ichida. Tabban laka ya Muhammad. Sening qo'lan qurib ketsin ey Muhammad. Mushchimi chaqirgandan bizda tayini. Mishak to'plagan vaqtda mush gapni deyish uchun deganman deb, xiyqirgan pardisda vaqirib ko'zlarini chekchekib o'tirib chiqadi. Ya'ni kafir, munofiq İslamiyetning yeyilishini faqat xohlamaydi. İslamiyetning insonlarning qalbiga o'rnashini faqat xohlamaydi. Xohlamag'achqa ya o'ziga zarar yetkazsin bu tashviqot yoki yetkazmasin, qalbida kafirlik, munofiqlik bo'lgandan keyin tashviqot qilchi deyanmay, inson bormi yo'qmi jugurib qo'pib vaqirib yüzsüzlik qildigan ish. Shuning uchun düşmanninki aşındaq chidayanmaydigan namertligining, yüzsüzligini ifodalash uchun Allah bu kuch bilan qasam qilyapti. Fal muriyati qadahan. Bu düşman kuch aşındaq kuchki, bu kuch qetib ketgan tashlanma
o't chiqara oladigan kuch deydi. Aslida qadh degan arab tilida bir narsani taptani qilib qattiq gap qilganni, bir narsaga bir narsani uyg'onganni qadh deydi. Masalan, yaqdah, Yanglashma. yaqdahu ma'nosida ta'ni qilish, egri gap qilish. Biz sesiq gap qildi deymiz-ku, ta'ni qildi, sesiq gap qildi, ta'addi qildi deymiz-ku. Ashundaq gap qilganni qadh deydi, yana bir ma'nosi. Shuning uchun bu munofiqlar, bu kafir kuch ashundaq insonlarning qalbidagi gapdan paydo bo'lgan koni ziddiyatlarni tepib chiqib, o't quyruqliq qilib, o't qalab, koni adovatni qazib chiqardi deydi. Qadhidan o't chiqardi degan koni adovatlardan ta'assubiyat, jutvazlik, burunqi aramizda bo'lgan g'aybat shikoyatlarni bisi-bisiga to'shar qilib, qandalan bo'lsa, qanday fursat topsa tepib, insonlarning o'tirisiga adovat cheshish, o't qashliq qilish, suxanchilik, urug'larini tirish orqali insonlarning qalbiga adovat beradigan kuch. Qadh degan jahiliyat ta'assubidan qetib ketgan qattiq dillarni o't qalaydigan. Endi yetishibdagi jarohat, endi o'nglaydigan yerga o't qashliq qilib, uni ko'lab chiqaradigan kuch. Ya'ni musulmonlar sizlarning dushmaninglar ashunda dushman bor etrafingizda demak. Fal mughirati subhan. Bu dushman kuch ashunda kuchki bular et deganda hech ishni qilmay turib, hech ish qilmay turib, et deganda yaxshi tarafiga hujum qilib qo'yadigan kuch. Et degan inson bir tamoq yeb oladi boshda, bir nashti qiladi. Ammo bu kuchning hissiyati o'g'inidi, ashning qanday zarar beradi? Buni qanday vayron qiladi? Uni qanday tutib beradi? Buni qanday yo'q qiladi? Ashunday vayron qilishni kallaga pukkan. Et deganda qo'paplam kallasini shuni o'ylaydigan kuch bilan qilsin. Fa'atharna bihi naq'an. Bu kuch shunday bir kuchki, bu faoliyati bilan chang to'zon qo'pirdi millatning ichida. Shunda chang to'zon qo'pirdiki, millat chang to'zonda inson bir-birining yuzini ko'rgolmaydi-ku. Fitna fasad jiqib ketgan chaqda, g'aybat shikoyat, fitna xo'liq jiqib ketgan vaqtda hech kimning yuzini ko'rgolmaydi. Hammadan birsi-birsining gumonlanadigan, hammadan birsi-birsiga ishonmaydigan. Eng ishonchlik deydigan odamlarmi bu chataq chiqib qolamdigandi. Ya bu undaqmidi, ya bu undaqmidi deb ishonmay, ashunda g'ubarda. Hammadan yuzida g'ubar, parlaqlik yo'q. Birsi-birisining iç yüzünü ko'rmaydiganlarga keltirib qo'ydi. Shunda kuchlar qilsa. Havasatna bihi jamaa. Bu kuch shunda kuchki, bu faoliyati bilan bir jamoatning o'tirsa tokkidan keladi, necha parchaga bo'ladi deydi. Bomba bo'lgandek, o'tirsa gommaning parchasi insonlarni to'tirib bo'lgandek, bu fitnaxo, bu dushman kuch bir jamoatning ichiga tushsa, bir millatning ichiga tushsa, hatto bir davlatning ichiga tushsa, parchalaydi.